Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Bu bugun zamonaviy pedagogikada ishlatiladigan dual ta'lim metodi mohiyatini yaqqol tushuntiradigan naqldir. Uning samarasi shundaki, talaba bir vaqtning o'zida olgan nazariy bilimini amaliyotda mustahkamlab, kerakli ko'nikmaga ega bo'ladi. Toshkent traktor zavodida agromuhandislik sohasida dual ta'lim, hamkorlik va ilg'or tajribalar almashinuvi mavzusidagi Respublika o'quv amaliy seminari ilg'or tajribalarni oliy ta'lim muassasalarida keng joriy etish maqsadida tashkil etildi. Davlat rahbarining joriy yil 24 fevral kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvida ilgari surilgan agrar ta'lim tizimida dual ta'lim modelini shakllantirish tashabbusi bugun Toshkent traktor zavodi va Toshkent davlat agrar universiteti o'rtasida yo'lga qo'yilgan hamkorlik orqali o'zining amaliy ifodasini topmoqda. Mazkur yo'nalishni yanada rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorda belgilangan vazifalar esa qog'ozda emas, bevosita real ishlab chiqarish jarayoniga singib, aniq va samarali mexanizmga aylandi. Bugun universitetning qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va agromuhandislik yo'nalishlari talabalari dual ta'lim tizimi asosida zavodda amaliyot o'tamoqdalar. Ular haftasiga 4 kun ishlab chiqarishda va 1 kun universitetda ham nazariy ham amaliy bilimlarini mustahkamlamoqdalar. Bu borada Toshkent traktor zavodi yoshlar uchun haqiqiy tajriba maktabiga aylanib, ularni bilimli, malakali va eng muhimi kasbga tayyor mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda. Dual ta'lim tizimining asosiy afzalligi nimadan iborat? Avvalo, bu ishlab chiqaruvchi korxonaga, umuman mehnat bozoriga tayyor malakali amaliy ko'nikmaga ega bo'lgan kadrni yetishtirib bersa, oliy ta'lim tashkilotlariga esa buning afzalligi bevosita o'sha talabalarni nazariy bilimlarini olishda amaliy ko'nikma bilan mustahkamlanib boradi. Bu borada Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi va hududiy hokimliklar, o'z avtosanoat aksionerlik jamiyati ham juda katta yaqindan ko'mak bermoqdalar. Birgalikdagi hamkorligimizni natijasini bu seminarda ko'rishimiz mumkin. Bevosita mana shu integratsiyani o'zi kelgusida oliygoh hamda korxonalarimizni istiqboldagi hamkorligiga zamin yaratadi. Yosh agromuhandislar kelajagi bilan bog'liq ilg'or tajribani yangi bosqichga olib chiqish hamda ushbu tashabbusga boshqa oliy ta'lim muassasalarini keng jalb etish maqsadida Toshkent traktor zavodida agromuhandislik sohasida dual ta'lim, hamkorlik va ilg'or tajribalar almashinuvi mavzusida Respublika o'quv amaliy seminari tashkil etildi. Unda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati, Toshkent traktor zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari hamda 16 ta oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirok etdilar. Toshkent Agrar universiteti va Chirchiq traktor zavodi MChJ jamiyati bilan birgalikda tashkil etilgan dual ta'limni ko'rib nihoyatda xursand bo'ldik. Birinchidan, mana shu soha bo'yicha tayyorlangan kadrlar amaliyot bilan uzviy ravishda bog'langan holda nazariy bilimlarni ham olib borishyapti. Bizga ham juda ma'qul bo'ldi. Talaba olayotgan nazariy bilimlarini uzviy ravishda amaliyot bilan uzviy bog'lamasa, bugungi talab darajasida mutaxassis bo'lib yetishi juda qiyin. Mana shu borada biz albatta juda katta maktab bo'ldi. Biz Agrar universiteti bilan Toshkent irrigatsiya instituti bilan hamkorlikda bu tizimni joriy qilamiz. Tadbirda ta'kidlanganidek, agromuhandislik bu faqat bir yo'nalish emas, balki kelajak iqtisodiyoti va barqaror taraqqiyotning muhim ustunlaridan biri hisoblanadi. Ayni shu tamoyil asosida dual ta'lim modelini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan Toshkent davlat agrar universiteti tajribasi bugungi kunda namuna sifatida e'tirof etilayotgani bejiz emas. Hozirda Toshkent davlat agrar universitetining o'sha talabalaridan 75 nafari ushbu zavodda dual ta'lim tizimi asosida o'quv jarayonlarini olib bormoqda. Talabalarimizga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Bu ishlab chiqarish korxonasi tomonidan transport masalasi, ish haqqi masalasi, forma masalasi va zamonaviy o'quv auditoriyalari bilan ta'minlangan va talabalarimiz 6-7 xil uchastkalarda faoliyat olib bormoqda. Uchastkalarda ham korxona tomonidan ustoz biriktirilgan. Professor o'qituvchilarimiz bilan hamkorlikda talabalarimiz real ishlab chiqarish holatini ko'rmoqda. Toshkent traktor zavodi bilan hamkorlikda auditoriyalar tashkil qilinib, traktorchi mashinist guvohnomasiga talabalarimiz o'qitilmoqda. Agrar sohada kadrlar tayyorlash tizimini yagona, zamonaviy va samarali modelga aylantirishga xizmat qilgan ushbu seminar faqat muhokamalar bilan cheklanib qolmay, amaliy harakatlar boshlanadigan muhim nuqtaga aylandi. Boisi Toshkent traktor zavodi bir vaqtning o'zida 16 ta oliy ta'lim muassasasi rahbarlari bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
ishlab chiqarish jarayonlari, u yerdagi talabalari, u yerga biriktirilgan ishlab chiqarishdan ustozlari va oliygohdan mas'ullari ko'rib, tizimli ishlarni yo'lga qo'yilganligi bo'yicha alohida biz namunalar oldik. O'zimizni Namangan viloyati hududida ham yirik driver sohalar bo'yicha ushbu namunani tatbiq etamiz. O'zimizda ham oliygohimiz yo'nalishlar kesimida yo'lga qo'yganlik dual ta'lim tizimini, lekin bu yerdagi yuqori darajadagi namuna asosida uni yanada takomillashtiramiz, yuqori darajaga olib chiqamiz. Tadbir doirasida mehmonlar zavod bo'ylab tashkil etilgan ekskursiyada ishtirok etib, amaliyot o'tayotgan talabalar bilan yaqindan tanishdilar hamda yaratilayotgan zamonaviy sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Ahamiyatlisi, mazkur jarayon zavod faoliyatida real ishlab chiqarish muhitiga uyg'unlashgan holda o'z samarasini berayotganiga bevosita guvoh bo'ldilar.